unaqa qo'lda уже chizmaydi, уже faqat kompyuterda ishlaydi. Porsche bilan kontrakt imzoladik, proyektini ham qilib bo'ldik, hozir qurilish ketyapti. Men srazu zakaz ko'ziga qarab aytdim, bu loyiha meniki bo'lishi kerak. Sovet davridagi arxitektura juda ham yoqyapti. Chet elga agar borsa, bu yerdagi mutaxassislardan ajralib turadi. Sezaman, что fikrlanishi вообще boshqacha. Baribir o'zbekchilik, o'zidan identika, o'zidan maktabni ko'rish kerak. Shunaqa. Birinchi o'rinda bilim, jurnal. Kerakmi o'zi bu jurnal chiqarish? Hozir hammasi bitta vaqtda qilsa bo'ladi. Baribir arxitektor hamma sohani bilish kerak. Balki diplomat bo'lgandim. Videomizni oxirigacha kuzating, bizga obuna bo'lishingiz shart. Eng ko'p kommentariya, like yig'gan bo'lsa, AirPods sovg'a qilamiz. Undan tashqari, ED Community universitet talabalari siz uchun alohida e'lon, Arxiquad kompaniyasi tomonidan tashkil qilinadigan konkurs bo'ladi. U konkursda ko'plab loyihalar amalga oshiriladi va yutuq egalari chet elga sayohatni yutishligi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana arxitektura va dizayn podkastimizning ikkinchi qismi. Bugungi mehmonimiz Bahrom Xo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi formatimizda endi erkin gaplashamiz. Hamma mavzular to'g'risida gaplashamiz. Xohlasangiz o'zbekcha, ruscha farqi yo'q. Qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanda davom ettiramiz. Xo'p, endi baribir suhbatimizni qiziq bo'lishi uchun savol beraman. Orada o'zingizning fikringiz bo'lsa, boshqa bo'lsa davom ettirasiz. Birinchi savolim endi o'zingiz haqingizda. Bahrom Xo'jayev, bilmaganlar uchun siz o'zingizni qanaqa tanishtirasiz? Da, ismim Bahrom. Men o'zi arxitektorman. Hozirgi kunda o'zimni kompaniyamni boshqaryapman. Arxiquad degan kompaniya, учредительman и generalniy direktor. Nafaqat arxitektorman, но еще и urbanist. Chunki magistraturani o'sha Koreyada urban planningni o'qiganman. Endi bizda u soha endi rivojlanyapti. O'shanga ko'proq odamlarga arxitektor deb tushunarli. O'zim tanishtirib o'taman. Bahrom Xo'jayev O'zbekistonda hozir yetuk arxitektor, urbanist mutaxassislardan. Aynan Bahrom Xo'jayev to'g'risida gapiradigan bo'lsak, arxitektorlar sulolasidan, bobezlar adashmasam, dodezlar ham to'g'ri. Dodamlar. Toshkent shahar arxitektori bo'lganlar Sobir Rahimovich Odilov. Undan tashqari o'zingizni alohida kompaniyasiz bor. Ungacha ham ko'p loyihalarda qatnashgansiz. Arxiquad eng qizig'i xalqaro tashkilotlarda konsultant sifatida, mutaxassis sifatida ishlagansiz. Unaqa tajriba ham bor. Zo'r. Universitet paytlari, undan keyingi bo'lgan bosqichlar to'g'risida gapirib bersangiz. Toshkent arxitektura institutida o'qiganman. O'sha 2008-yilda kirganman. 5 yillik o'qishim bo'lgan. U payt gruppamiz juda ham zo'r edi. Kursdoshlar juda ham talantli bolalar bo'lgan deb o'ylayman. И ustozlarimiz ham juda ham kuchli bo'lgan. O'shanga maktab yaxshi, zo'r, kuchli bo'lgan deb o'ylayman. Ikkinchi kursdan boshlab loyiha institutga kirganman. O'sha institutimiz ham yonida proyektni institut, qishloq qurish loyiha bo'lgan. O'sha kirib ishga kirganman. O'qish vaqtida ishlashni boshlagansiz. Da, o'sha ikkinchi kursdan boshlab. Menga juda ham yaxshi praktika bo'ladi deb yarim stavkaga olishgan, texnik bo'lib. U yerda ham ustozlarim juda ham kuchli mutaxassislar bo'lgan, ko'p narsani o'rgatishgan. Уже men kompyuterda ishlash, уже boshidan birinchi kursdan o'sha menga qiziq bo'lgan bu narsa. Katta akam bilan ham shunaqa deb aytardilar, arxitektor уже unaqa qo'lda уже chizmaydi, kelajakda уже faqat kompyuterda ishlaydi. Endi rivojlanyapti-da u narsa. И urib berib bu narsaga kompyuterda ishlashni o'rganib, shu institutga kirdim. U yerda endi yosh kattalar unaqa narsaga unaqa yaxshi emasdi ular. И сразу yosh mutaxassis deb meni ham ushlab olishgan. Ko'p proyektlarga tashlashgan. O'sha renderlar, vizualizatsiya, 3D modellar qilganman. Zo'r tajriba bo'lgan. И undan keyin qurilish vazirligiga anaqa kelgan Koyka degan tashkilot bor, koreyskiy. Grant, то есть magistraturaga kirsa bo'ladi, kim xohlasa konkursda qatnashsin deb
xat kelgan. O'shanda sразу menga taklif qilishgan, "Davay ingliz tilini bilasan, o'sha konkursda yutish anaqa ehtimoli katta" deb keyin qatnashdim, haqiqatan ham yutdim, grant yutdim. O'sha institutni bitirib Koreyaga ketdim. U yo'nalish urban planning edi, shaharsozlik. Почти 2 yil Koreyada yashab, 16 oy o'sha yerda yashab o'qidim. Endi mana hozir ko'radigan bo'lsak, arxitektor shaharsoz o'rtasida amalda. Siz o'zingiz arxitektorni bilasizmi yoki shaharsoz? Zo'r savol. Men balans ushlashga harakat qilaman, to'g'risini aytsam. Chunki ichimda baribir как arxitektor o'zimni sezyapman. No, men urban planning anaqasi temasi menga juda ham qiziq bo'lyapti. Juda ham hozir aktualniy u narsa. Mutaxassislar kam. O'shaning uchun buni ham qanaqadir balansda ushlashga harakat qilaman. Endi sizni yaxshi taniyman. Oilangizda aytganingizdek, dadangizlardan tashqari boshqa hamma boshqa sohada. Faqat siz arxitektorsiz. Shunaqa. Arxitektor bo'laman degan fikringiz qachon kelgan? Yoshim 7 da bo'lgan. Shu u paytlar dadamlar hayot bo'lganlar. Biz ko'p borardik uylariga. O'ta alohida o'zlarini masтерскойлari bo'lgan. Uyda. Wow. O'sha juda ham mana esimda, shu yoshim 7 bo'lganda men masтерскойga kirib, shu planshetlarda katta loyihalarni ko'rib, nima deydi, впечатление bo'lganda men uchun. Wow deganman, keyin yugurib oyimlarning oldiga borib so'raganman, "Dadamlar kim, nima ish qilyaptilar?" deb. Dadang arxitektorlar deb aytganlar, shu bilan bo'ldi, men arxitektor bo'laman deganman. Shundan keyin bo'ldi, fikr o'zgarilmagan. Hamma bilardi, hamma qarindosh bilardi, mana shu bola arxitektor bo'ladi, arxitektor deb. Boshidan o'zi belgilab qo'yishgan. Da. O'shaning uchun ani qanaqadir podдержка ham qilishga harakat qilishgan. Mana qo'lda chizardim, tam qanaqadir o'qishlar, kurslar, hamma o'sha ota-onam, akalarim podдержка qilishgan u narsa. Endi siz baribir faqat Toshkentda emas, aytganingizdek, Koreyada, yana ma'lumotlarga ko'ra Fransiyada, undan tashqari boshqa davlatlarda ham bo'lgansiz. Amerikada malaka oshirishga, til o'rganishga borgansiz. Bu borgan davlatlaringiz sizni imini ijodingizda, sizni fikrlaringizga qanchalik ta'sir qilgan? Juda ham katta ta'sir bo'lgan deb ishonaman, chunki mana mirovozrение degan narsa bor. Сразу o'zgariladi. Любой даже mana yoshlarga maslahat berardim, iloji bo'lsa ko'proq chet elga borish. Chunki kultura, o'sha даже arxitekturasi ham narsa boshqacha-da. U degani уже сразу уже miya boshqacha anaqa ishlashni ham boshlaydi, ideyalar qanaqadir keladi. Shu meni birinchi poyezdkam chet elga o'sha Fransiya bo'lgan, 3-kursda bo'lganmiz, menimcha adashmasam. O'sha kursdoshlarim bilan Fransiyaga borganmiz, как praktika bo'lgan, Versalskaya shkola arxitektura, o'sha yerda fransuz studentlar bilan birga ishlab, loyihaning ustida zo'r programma edi. Undan keyin mana endi shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi, Amerikaga ham bordim, shu Manhattan'da aylanib yurdim, shu kanikulda, no anaqa просто так vaqt o'tib ketmasin deb angliyskiy kurslarga yozildim. Shu prям Manhattan o'rtasida. U ham juda ham zo'r, u yerda hech kim rus tilini ham, o'zbek tilini ham bilmaydi. То есть ingliz tilida anaqa o'rgatishadi. Вот. U ham o'sha Empire State Building, Flatiron, o'sha kitoblarda, internetda ko'rgan narsalarimni o'sha живой ko'rdim. U ham qanaqadir boshqacha ощущение bo'ladi. Mana Norman Foster misol uchun, как любимый arxitektor, uni ham obyektlarni o'shanaqa ko'rganman, hozir qilardim, shu borib живой ko'raman deb. Ichiga o'sha binolarning ichiga kirib, ko'rib, zo'r vdохновение beradi bu narsa. Bundan tashqari ko'p yana boshqa davlatlarga ham borganman, Koreya, Yaponiya, Singapur. Har bitta anaqalar sayohatdan ko'ra imенно o'qish mavzusida qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Именно o'qish, yo'q, hammasi qanaqadir baribir o'qish bo'lgan yoki kurs bo'lgan, qanaqadir foyda olishga men doim harakat qilganman.
plyajlarga borib men qiziq emas. Kamida o'sha borib, shahar aylanib, metrosiga tushib, transportda uchib, mana shunaqa qanaqadir yangi narsani ko'rishga, o'rganishga harakat qilardim. Zo'r. Ingliz tili to'g'risida gapirdingiz, ya'ni hattoki o'sha JKda ham ingliz tilini bilganingiz uchun ketgansiz. Oldindan bilganmisiz ingliz tilini? Odamlar doim shu narsaga upor berardilar, ingliz tilini o'rganishing kerak. Maktabda ham, endi institutda ham, конечно, само собой bo'lgan dars, no repetitorlarga ham alohida borardim. Individualniy, gruppovoylarga borardim. No именно o'sha o'qishda o'qish polni ingliz tilida bo'lganda, o'sha yerda bilim ancha anaqa. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda endi ingliz tilini bilmaydigan yoki ingliz tilida bu bilgani ortiqcha bir anav emas, bo'lish kerak bo'lgan. U уже само собой. Ko'proq til o'rganish bo'lsa, qaysi tilni tanlagan yaxshi siz uchun? Zo'r savol. Men misol uchun arab tilini o'rganardim, с удовольствием. Даже unaqa paytam bo'lgan, shu Koreyada arab o'rtoqlarim ko'p bo'lgan. Ular bilan ozgina anaqa qilib o'rganishga harakat qildim. Chunki hozirgi partnyorlaringiz ko'proq arab davlatlari. Shuning uchundir. Keling endi ozgina yana tarix to'g'risida gaplashsak. Tarix bo'lmasa kerakdir. No, birinchi loyihangizni eslaysizmi? Eslayman. Birinchi zakaz, birinchi loyiha. Yaqinda biz kompaniyani 15 yilni nishonladik. O'tda ham prezentatsiya qilib mehmonlarga aytib berdim shu haqida. Birinchi zakazimiz endi biz arxitektorda, endi yosh bo'lganimiz uchun biz dizayndan boshlaganmiz. O'sha 3D vizualizatsiyani o'rganib, birinchi obyektim salon krasoti, sartaroshxona. Yunusobodda eng qizig'i haligacha ham ishlaydi bu sartaroshxona. Endi ko'p anaqa yopiladi-ku. Har o'tganda eslayman. U dizayni ham o'zgardi, remont ham hali qilishmagan. Даже nomi ham, biz nomini ham berganmiz. Taklif berganmiz endi o'sha salon full paket berilgan, ya'ni faqatgina dizayn emas, o'sha logosi, nomi, ko'rinishi, mana o'shaning uchun o'zgarmasdan. Lekin birinchi tajriba juda ham qiyin bo'lgan, bilmaganmiz, даже qanaqa hisoblashni bilmaganmiz. Ko'p anaqalarga telefon qilib, so'rab, unaqa uslugi juda ham biz почти birinchi bo'lganmiz-da. Именно 3D vizualizatsiya, 3D dizayn uslugini birinchi bo'lib anaqa qilganmiz, endi почти. Вот. Ko'p narsani tushunmaganmiz, keyin kompyuterda ham muammolar bo'lgan, o'rtoqlarimizdan podключать qilib yordam beringlar deb, xullas amalab qildik bu narsani. Ikkita variant qilganmiz, bitta variantni keyin tanlagan klient. Arxiquad kompaniyasini ochish qachon kelgan fikri? U fikr shu birinchi loyihadan kelgan. O'sha birinchi loyiha bo'lganingizdan keyin o'sha o'rtog'imga shunaqa deganman-ki, o'sha qanaqadir brend qilaylik-da, rivojlantiraylik. Nimani anglatadi? Endi arxitektura degani, quad o'zi ingliz tilida to'r degani, biz boshida 4 kishi bo'lib boshlaganmiz. O'shaning uchun quad bo'lgan. Keyin hozirgi kunda endi 2 kishi biz. Kishi emassiz. Juda ham ko'p odamlar partnyorlikda. Shunaqa. Shu vaqtgacha endi ko'p loyihalarda qatnashgansiz. Eng ko'nglingizdan joy olgan qaysi loyiha? Porsche bo'lsa kerak. Mana yaqinda biz Porsche bilan kontrakt imzoladik, proyektini ham qilib bo'ldik, hozir qurilish ketyapti. Nimagaki endi Porsche meni как любимый endi marka avtomobili bo'lgani uchun yoshligimda zakazchik o'sha anaqa bizga aniq chiqqanda men сразу zakazchik ko'ziga qarab aytdim, bu loyiha meniki bo'lishi kerak. Nima bo'lsa ham men qilaman bu loyihani. Endi u yerda konkurs bo'lgan, endi конечно klub anaqa qilgan, bergis kelgan bu proyektda menga, no aytgan, menda endi rahbariyat bor, konkurs bo'ladi deb. Juda ham katta tayyorgarlik qilganmiz bu narsaga. Video konferensiyalar bo'lgan, keyin portfolioni ko'rsatish kerak edi, unaqa. Yutganmiz. Juda ham xursand bo'ldim shu narsaga. Shu уже amalga oshyapti. Mijozni jalb qilish oson ish emas. Bu ham alohida bitta san'at, bitta yo'nalish, bitta ilm. Shunaqa. Zo'r. Shu paytgacha bo'lgan mijozlaringizni nima birlashtiradi? Nima umumiy joyi bor yoki qanaqadir xarakteri yoki qanaqadir fikrimi? Nima birlashtiradi deb o'ylaysiz mijozlaringiz? Men boshida endi hamma proyektlarni podrяд qilyotgandim-da. Mana misol uchun uy dizayni bo'ladimi yoki kvartirami, boshqami, shu podrяд qilgandan keyin u narsadan sal charchadim. Nimadan?
kichkina loyihalardan. Men keyin o'zimga yetganman, men katta loyihalarni qilmoqchiman, katta kompaniyalar bilan ishlamoqchiman, chunki katta kompaniyada porядок bo'ladi, mutaxassislar boshqacha bo'ladi, klientlar ham soответственно boshqacha серьезно qaraydi bu narsaga. O'sha men birinchi o'rinda menda mana shu narsa, то есть katta kompaniya, katta klientlar bilan ishlash. Endi uni ichida o'zi strukturasi, tam brendingi, hammasi как положено bo'ladi. Demak, hozirgi kunda mijozlaringizni katta kompaniyalar bo'lishi birlashtiryapti. Shunaqa. Zo'r. Bu nima degani desak, har qanaqa arxitektor katta loyiha qilishga intilishi kerak. Bu yana ham ochadi, yana ham esda qolarli holatga olib keladi. Umuman Toshkent arxitekturasi haqida gapiradigan bo'lsak, sizni professional fikringiz. Hozirgi Toshkent arxitekturasini o'zini qidiryapti deb o'ylayman. Как бы eksperiment paytida hamma o'zini как бы videniyasi bor, sinab ko'rishi bor, har xil stilda ishlashyapti, har xil chet ellik kompaniyalar uni o'zini anaqasini taklif qilishyapti. No, bu normal holat deb o'ylayman. Menimcha katta shaharlar hammasi o'sha perioddan o'tgan. Xaos. Da, sal xaos. No, menimcha qachondir baribir shu soобщество, arxitekturni gradstayson soобщество qanaqadir bitta знаменательga baribir kelishadi. Давайте mana shu narsa bo'lsin, bu narsa bo'lmasin bizda. Sizni fikringizcha, qaysi yo'nalishda ketish kerak? Menga to'g'risini aytsam, sovet davridagi arxitektura juda ham yoqyapti. Haligacha ham yoqyapti. Endi hozir unaqa binolar уже kam qolyapti. Ular super современный. Haligacha ham современный ko'rinishda. U birinchi, ikkinchi o'sha nasionalniy bizani milliy identikasi bor. Любой proyektda ular даже misol uchun Rossiyadan arxitektorlardan butun sovet anaqadan kelishgan. Bizani o'zbekcha milliy stilni har bitta loyihada обязательно qanaqadir ko'rsa bo'ladi. Вот. U narsa naоборот hozirgi arxitekturada qanaqadir yo'qolgan. O'shanga единственное bitta malkim что effektivность tomonidan endi monumentalniy hammasida endi binoni oraligi juda ham katta. Endi qanaqadir kompaktniy город degan hozir anaqa tushuncha ketyapti, unga может быть talab bermaydi. No, uni adaptatsiya qilsa bo'ladi-ku. Keyingi savolim aynan mana shu yo'nalishda, ya'ni rekonstruksiya deb juda ham ko'p gapiryapmiz, ko'p rekonstruksiya bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz? Mana siz aytdingiz, baribir eski arxitekturalar yoki o'sha sovet payti qilingan arxitekturalar o'zbek elementlari yoki yechimi bo'lgan. Ya'ni identikani baribir hisobga olingan. Baribir zamonaviy ko'rinish bo'lsa ham, hozirgi kunda ham u zamonaviy ko'rinadi. Shu eskilik va zamonaviylik o'rtasidagi balans qanaqa ushlanish kerak? Ну, birinchidan u obyektlarni обязательно saqlash kerak. U 100%. Bu tarix. Bu tarixi agar biz bu binolarni saqlab bo'lsak, u degani biz tarixi o'chiryapmiz-da, tarixi. Balans ushlash endi kerakmi yo'qmi? Balans ushlab turish kerak, chunki baribir o'sha qanaqadir atmosfera, qanaqadir kompleksность degan narsalar bor endi shaharsozlikda. Bo'lish uchun baribir balans ushlab turish kerak. Misol uchun sovet davrida bu qanaqadir maydon, misol uchun tam xalqlar do'stligi deyiladi. Hammasi как kompleks qurilgan. Uni buzish kerak emas-da, misol uchun. Balans degani u mana boshqa kompleks misol uchun qurilsa, o'ziga mos bo'lish kerak-da. Endi shu tarix davomida olib qaraylik. Sizga eng yoqqan arxitektura, bino yoki shaharsozlik yechimi. Farqi yo'q. O'zbekistonda, u Toshkentda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, sizni ko'nglingizdan joy olgan tarixiy binolardan biri. Tarixiy deganimda faqatgina eski 16-17-asrlar emas. Deylik, hozirgi yangi O'zbekistongacha bo'lgan periodda qaysi bino yoqadi? Mana misol uchun mana Norman Foster arxitekturasi juda ham yoqadi menga. O'zbekistonda. Mana O'zbekistonda o'sha sovet paytlarida qurilgan Payt muzey Lenin edi. Endi hozir O'zbekiston tarixi muzeyi, davlat. Uni arxitekturasi juda ham yoqadi menga. O'sha xalqlar do'stligi binosi. Bitta favorit unaqa ikkalasidan birini tanlash kerak bo'lsa. Shu muzey juda ham yoqadi. Yosh arxitektorlar eng birinchi o'rganish kerak bo'lgan narsa nima? Eng birinchi menimcha qo'lda chizish. Baribir men misol uchun hozir kompyuter
grafika texnologiya rivojlanyapti, to'g'ri, unga соответствовать qilish kerak, но arxitektura baribir ijodiy ish, baribir qo'lda chizmasa proporsiya degan narsalarni kamida shu narsani baribir tushunmaydi, sezmaydi. Endi hozirgi kunda ko'p yoshlar aytganingizdek chet elga borib o'qiyman yoki O'zbekistonda o'qiyman deyapti. Endi bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu yo'l o'zi shakllantirishga chet el ta'siri yoki O'zbekiston ta'siri deyishimiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekistonda qolib o'qiydigan bo'lsa, nima yutadi? Chet elga borib o'qiydigan bo'lsa, nima yutadi? Chet elga agar borsa, biyodiy mutaxassislardan ajralib turadi. U yaxshi, u plyus deb o'ylayman. Men ham shunaqa studentlar bilan misol uchun gaplashib turaman, sezyapman, что fikrlanishi вообще boshqacha. Ba'zi paytlarda unaqa mutaxassislar juda ham kerak. Masalan, zaramga chiqish kerak-da bu narsani. No, o'sha kultura boshqacha. U ham muhim, misol uchun ba'zi loyihalarda kulturani, o'zbekchilikni misol uchun aniq bilish kerak. Misol uchun biz chet eldan katta kompaniyani chaqirsak, loyihani qilib ber, birinchi o'rindan shu narsadan boshlaymiz. Oshga boramiz, eski shaharni ko'rsatamiz, bizani kulturani sal tushunsin, odamlarni tushunsin. U arxitekturaga primoy bog'langan narsa. Demak, chet elda o'qiydigan bo'lsa, fikrlash keng bo'lishi mumkin. No, baribir o'zbekchilik, o'zidan identika, o'zidan maktabni ko'rish kerak. Shunaqa. Maktab ko'rmasdan turib chet elga ketishi bu ko'p narsani yutqizishi mumkin. Shunaqa. Uning uchun meni maslahatim, balkim bu yoqda o'qisa, no ko'proq chet elga chiqsa, o'shanda qanaqadir balans bo'ladi. Zo'r, kutilgan javob oldi. Keyingi savol endi baribir yoshlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Endi ikkilanish bor yosh arxitektorlarda. Portfolio ustida ishlashim kerakmi yoki shaxsiy brend ustida ishlashim kerakmi? Sizning fikringiz? Meni lishniy fikrimni aytaman. Menda ham ko'p bu narsa haqida gaplashganman o'sha komanda bilan. Menga aytishganki, davay ana shaxsiy brendga urug' ber, senda yaxshi ketadi bu narsa, marketingga yaxshi deyishadi. To'g'ri, balkim yaxshi ishlaydi, no, men anaqa bitta narsani xohlamayman, чтобы mana kompaniyani rivojlanishi menga juda ham bog'langan bo'lishi xohlamayman. O'shaning uchun men o'sha именно brend rivojlantirishga anaqa upor berganman doim. Brendga portfolio, ya'ni portfolio, brendda, именно komanda. Men misol uchun hech qachon o'zim bitta qanaqadir решениyani qilmayman, doim komanda bilan maslahatlashib, общий решение beraman. Yosh arxitektorlar uchun qaysi biri muhimroq? Yosh arxitektorlar o'zini ustida ishlash kerak. Mana misol uchun, конечно, endi kompaniya deb shoshilish kerak emas u narsada. Birinchi o'rinda bilim, ijod, til, ana shu narsalarni hammasini joy-joyida o'z vaqtida qilsa, keyin уже kompaniya ochadimi yoki как бы individualniy arxitektor ham bo'lishi mumkin, freelancer, u narsa anaqa talabi bo'ladi u narsaga. Endi Bahrom Xo'jayev agar 17 yil orqaga qaytib qolsa universitetga kirish davriga, Bahrom Xo'jayevga nima maslahat berardi? Ya'ni universitetga kirish talabasiga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi men juda ham samokritичныйman, to'g'risini aytsam, unaqa uporni o'qiganman deb aytolmayman. Shu o'qishga yana ko'proq e'tibor berib, kitoblarni ko'proq o'qib, shu domlalar bilan ko'proq ishlashga o'zimga maslahat berardim. Zo'r. Hozirgi kunda O'zbekistonda ilmiy ish qilish kerak bo'lsa, eng zarur qaysi biri deb o'ylaysiz? Arxitektura sohasida. Endi yo'qolgan soha restavratsiya deb o'ylayman. Restavratsiya praktически bizda уже shu aytganimdek yo'qolgan soha и seysmika. Arxitektorlik tarafga ko'proq tortyapti baribir shaxsiyatdan ko'ra. Buni endi nimaga so'radim? Balki Jahon bankida ishladingiz, boshqa xalqaro tashkilotlarda ishladingiz. Siz konsultant sifatida baribir fikrlar bergansiz, boshqa bergansiz. Bu tajriba sizga nima berdi? Ular ko'proq nima xohlashardi sizdan? Nima konsultatsiya ko'proq kerak edi ularga? Shu именно urban planning bo'yicha maslahatchi bo'lib ishladim World Bankda. Endi urban planning deganingizda bizning tilimizda territorialniy planирование degan narsa, bu narsa ancha yo'qolgan. Hozir endi qanaqadir qishloq yoki misol uchun shaharlarga game plan balkim qilinyapti. No, undan yuqori masshtablarga, ya'ni oblast degan narsa bor, rayon degan narsa bor.
u narsaga lekin planlar rejalar qilinmayapti hozirgi kunda. Shu narsani qaytarishga hozir harakatda biza o'sha Jahon banki haligacha ham ishlayapman, o'sha konsultantman. Даже butun O'zbekiston masshtabida nasionalniy пространственный plan deyiladi. Bu narsani ham hozir xudo xolasa amalga oshiramiz. Zo'r. Mana aytyapsiz, baribir urbanistika bo'yicha ko'p mutaxassislar yetishmaydi. Umuman O'zbekiston arxitektura maktabini olib qaraydigan bo'lsak, nimalar yetishmayapti? Shaharsozlar, то есть urbanistlar ilgari juda ham katta shu institutlar bo'lgan, juda ham ko'p mutaxassislar bo'lgan, injener konstruktorlar yoki o'sha injenerniy kommunikatsiya bo'yicha mutaxassislar. Shu narsa haqiqatan ham yetishmayapti. Baribir bizning asosiy harakatimiz arxitektura maktablarini rivojlantirish, aytganimizdek soobщество, ya'ni o'sha communitylar so'zat qilish, bu yerda ham universitetda ham sekin-sekin o'sha klublarni tashkil qilishga ishlayapmiz. Endi savol nimada? Agar siz arxitektura yo'nalishi bo'yicha, arxitektura, dizayn, urban bo'yicha jurnal chiqaradigan bo'lsangiz, qanaqa jurnal chiqarardingiz? Kerakmi o'zi bu jurnal chiqarish hozirgi kunda? Endi jurnal yarmi reklama bo'ladi endi. Naучный jurnal. Ilmiy ommabop jurnal bo'ladigan bo'lsa. Ilmiy albatta kerak. Chunki men bilmayman, menimcha yo'q, hozirgi kunda unaqa ilmiy jurnal albatta kerak. Chunki mana любой student yoki kishi anaqa ilmiy ish qilaman desa, publikatsiya qilish kerak. Mana shu jurnal как platformada o'sha yerda o'zini ilmiy statyani anaqa chiqarsa bo'ladi. Demak, siz asosiy ilmiy ishlar uchun bergan bo'lardingiz. Boshqa yo'nalishlardan yana nimalar bo'lish kerak deb o'ylaysiz? O'quvchilar uchun yoki qanaqadir bir tip and tricks deydi, boshqa deydi, nima yana qiziqroq narsa bo'lish kerakki, u jurnal faqatgina ilmiy bo'lib qolmasin-da, yana qolganlarni ham qiziqtirsin. Endi qanaqadir общий muammolarni ko'tarsa bo'ladi, odamlarga ham qiziqroq bo'ladi uni o'qishga. Mavjud muammolar. Mavjud. Ularga yechimlarni. Shunaqa. Har doimgi odatiy savol. Hamma arxitektorlarda stol kitobi bo'ladigan 3 ta kitob. Endi men kitob o'qiyman-u, faqat arxitektura sohasida emas. Yo'q. Bu savol nimadaki, o'sha arxitektormi bo'ldi, shu stolida turish kerak shu 3 ta kitob deyiladiganini maslahat bersangiz. Mayli, o'zim fikrim qanaqa? Endi Neufert, естественно, любой arxitektor endi Neufert anaqa bo'lishi kerak. Keyin endi художественный literaturadan bo'lsa, Atlant Расправил плечи degan kitob bor. Endi bilmadim, menga yoqqan bitta kitob aytishim mumkin. U shaharsozlik bo'yicha New York сошел с ума degan kitob bor. O'sha Manhattan, New York bo'yicha shaharsozlik bo'yicha o'ta ko'p narsa aytilgan. O'zingiz yaxshi ko'rib o'qiydigan 3 ta kitobingiz, u farqi yo'q, arxitektorlik bo'yichami yoki boshqami? Maza qilib o'qiysiz o'sha kitob 3 tani. Mana yaqinda o'shani aytganimdek Porsche obyektim o'sha zakaz olgandan keyin как раз o'sha do'konda Porsche haqida anaqa kitob topdim. Istoriyasi, shu brend qanaqa paydo bo'lgan, qanaqa rivojlangan, shu kitobni yaqinda o'qidim. Hozirgi kunda o'qiyotgan kitoblarim shu shaharsozlik bo'yicha, shu eski sovet paytlaridagi kitoblar. Nimagadir o'sha qiziq bo'lyapti menga, o'shani hozir o'qib o'tiribman. Nomini ayta olasizmi? Endi to'liq hozir nomi esimda yo'q-u, shu bo'lmasa bersangiz, keyin ekranga chiqarib qo'yamiz. Bizani yaqin 10 yilda arxitektura sohasida nimalar kutyapti? Конечно же, mana искусственный intellekt juda ham hozir tez rivojlanyapti. Bizani sohamizga ham 100% katta ta'sir bo'ladi. Mana hozir birinchi o'rinda расчёtlarda deb o'ylayman. Konstruktivniy, injenerniy bo'ladimi, любой расчёtga juda ham katta yordam beradi, chunki tez, точныйroq hisoblaydi. Yoki misol uchun mana render degan proses bor, vizualizatsiya, mayli render demaylik, vizualizatsiya har xil ko'rinishda virtualniy bo'ladimi yoki yana boshqacha, yana qanaqadir yangi narsa paydo bo'lishi mumkin. Shu narsalar hammasi albatta bo'ladi, lekin bizning sohamizda eng asosiy qismi men aytgandek bu ijod. U baribir bu narsa kompyuter hech qachon almashtirib qo'ymaydi.
almashtira olmaydi hech qachon. O'z keyingi savolim shu edi. Da. Odam almashtira oladi deyishadi. Bunga qanaqa qaraysiz dedim, javobini berdingiz. Okey, arxikod. Da. BIM texnologiyalarini ishlatadi, AI ishlatadi, mana o'zingiz aytganingizdek. Bu arxikod kompaniyasini qanchalik o'sishiga ta'sir qilyapti? Nima beradi? Nima beryapti? Nima kutyapti? Birinchi o'rindan tezlik, loyihalar ancha tezroq qilinyapti. U birinchidan, ikkinchidan человеческий faktor yo'qolyapti bu narsada. То есть xato qilishga. Chunki mana misol uchun BIM modelda, binoni modeli agar yasasak, uni o'ta qanaqadir xato qilish juda ham qiyin, praktически нереально. И yana nima plusi, hamma mutaxassislar bitta model ustida ishlay oladi. Konstruktor, arxitektor, endi bitta binoni ustida juda ham ko'p odam, endi bilmaganlarga tushuntiraman, ko'p mutaxassislar ishlaydi parallelni. O'shanga misol uchun ilgari qanaqa qilinardi? Oldin arxitektor qilardi loyihani, keyin boshqalarga tarqatib, keyin buni birlashtirishardi. Hozir hammasi bitta vaqtda qilsa bo'ladi. U juda ham endi bu keyingi savolim bog'liq emas hozirgi aytayotgan narsaga. Arxitektura yoki arxitektor ko'proq ijodiy ishmi yoki aniq bir hisob-kitoblarga asoslangan ishmi? Bu ham. Ijoddan boshlanadi, albatta. Hammasi ideyadan boshlanadi. Lekin uni to'g'ri agar rashotlari, hisob-kitoblari agar qilinmasa, zarar bo'lishi mumkin odamga. Demak, arxitektor bilan proyektirovщик, ya'ni loyihachini nazarda tutganda, demak, arxitektor ko'proq ijodiy, loyihachi ko'proq aytganingizdek o'sha. Shuni. Lekin hech qaysi arxitektor faqatgina ijod bilan emas, loyihachi ham bo'lishi kerak, tushunishi kerak, bilishi kerak. Bu komandniy ish, обязательно. Endi baribir AI odamni almashtira olmaydi, ishni tezlashtiradi, bu ham bitta instrument. Lekin arxitektor uchun eng muhim 3 ta ko'nikma. Birinchi o'rinda o'sha men aytgandek mirovozreniyasi juda keng bo'lishi kerak. Dunyoqarash, chet elga borib, qancha ko'p narsani ko'rsa, shuncha yaxshi. Kuzatuvchanlik. Da. U birinchi. Ikkinchi, hamma sohadan ozgina bilimi bo'lishi kerak. Chunki hech qachon bilmaysan, qanaqa loyiha senga tushadi qo'lingga, u o'shani meditsinskiy bo'lishi mumkin, образовательный bo'lishi mumkin. Shu narsani tushunish shart. Даже biznesda ham tushunish shart. Misol uchun hozir endi hamma narsa biznesga barib bog'langan. Uchinchi, til. Agar tilni bilsa, yana o'shani balkim klientskiy ham ancha kengayadi, bilimi ham ancha darvozani ochib beradi-da. Ну, конечно же, sog'lom bo'lish kerak. Albatta. Eng birinchi sog'lomlik, orqadan qaytadigan bo'lsak. Til. Buvimlar rahmatli shunaqa aytib berardilar. Dodang juda ham energichni odam edilar. Ertalab turib, обязательно shuni zaryadka, gimnastika qilib, keyin ishga borardilar. To'g'ri aytasiz, birinchi o'rindan baribir odam tonusda bo'lishi kerak. Zo'r narsani aytdingiz. Baribir arxitektor hamma sohani bilishi kerak. Aytganingizdek, qaysi loyihani qilishdan qat'iy nazar, u to'g'risida tushuncha bo'lmasa, bu juda ham qiyin. Arxitekturani eng mazali joyi ham shu joyda deb o'ylayman. Birinchi savollar, ya'ni tezkor javob berish kerak bo'lgan savollar. Iloji boricha o'ylamasdan javob bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Qiyin, mayli. Okey. Eng yoqtirgan shaharingiz? Toshkent. Eng ilhom bergan arxitektor? Norman Foster. Bir so'z bilan arxitektura nima? Ijod. Eng ko'p ishlatadigan materialingiz? Beton. Zo'r. Eng yaxshi ko'rgan stilingiz? Современный modernizm. 3D model yoki qo'lda eskiz qilish? Qo'lda eskiz qilish. Ideal mijoz qanday bo'lishi kerak? Energichniy. Chizganimni qabul qiladigan. Ideal mijoz? Energichniy? Mijoz. Uzr. Ideal mijoz. Endi puli ko'p bo'lishi kerak. Biz uchun ideal mijoz puli ko'p bo'lishi kerak, o'shanda hamma ideyalar amalga oshadi. Zo'r. Endi puli ko'p bo'lsa ham qabul qilmasa-chi ishingiz. Unaqa ham bo'lishi mumkin. Okay. Agar arxitektor bo'lmaganingizda qaysi kasb tanlardingiz? Juda ham qiyin savol men uchun, chunki butun umr faqat o'shani
Oxirgi qoldirganim ham shuning uchun, chunki aytganingizdek 7 yoshimdan baribir arxitektor bo'laman deb qaror qilganman dedingiz. Agar bo'lmaganingizda-chi? Tasavvur ham qila olmayman, to'g'risini aytsam. To'g'risi, hech qachon o'ylamaganman bu narsani. Balki diplomat bo'lgandirman. Oila muhiti baribir tortadi. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. O'ylayman juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Hamma mavzularda gaplashdik. Bu birinchi emas, bundan keyin ham kelasiz deb umid qilamiz. Undan tashqari baribir loyihalaringiz juda ham keng, juda ham ko'p. Talabalarimizga ham qiziq, u narsalarni ko'rsatib, alohida guest lecture sifatida keladigan bo'lsangiz, xursand bo'lardik. Rahmat.